sağlam tefekkür, to'g'ri qaror va to'g'ri harakatning asosidir. Agar bizning ruhimiz sağlam bo'lmasa, tefekkürimiz sağlam bo'lmaydi. Agar biz sağlam tefekkür qila olmasak, u chaqda biz to'g'ri qaror chiqara olmaymiz. Natijada da'vo sağlam taraqqiy qila olmaydi. Bu programmada da'voga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosli psixikalik masalalardan ruhiy qulluq ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ruhiy qulluq. Ruhiy qulluq deganda, garchi insonning jismi erkin bo'lsa-mu, biroq uning ruhiy dunyosi, ya'ni uning o'y-xiyoli, tafakkuri, qimmat qarashi va qilmishi ma'lum ideya, ma'lum kuch va ma'lum shaxsning kontrolligi yoki ta'siri ostida bo'lishni ko'rsatadi. Germaniyalik qartallik bir mutafakkur ruhiy qulluq to'g'risida mundaq degan ekan. Agar ruhiy qulluqqa giribdor bo'lgan kishilarning ussuzligini qandirish uchun ularga suv bersangiz, ular o suvni o'zini g'arq qilish uchun ishiltadi. Agar ularga o'zini qutuldirish uchun arg'amchi bersangiz, ular o arg'amchini o'zini esib o'ltirib olish uchun ishiltadi. Amaliyotda insonning ruhiy dunyosini kontrol qilgan va yoki uningga ta'sir ko'rsatgan kuch har doim o insonning atrofida bo'lishi notayin. Biroq u cho'qim o insonning qalbida va yoki ruhiy dunyosida mavjud. Ruhiy qulluqning konkret ifodalari. Birinchi, o'z qavmidan chiqqan qahramon yoki olim mashhur zotlarni inkor qiladi yoki ularni tushirdi, ularning obrazini xunuklaştirdi. Ikkinchi, ajnabiylarga qarig'larcha cho'qinadi, davomli ularni maqtaydi, madilaydi yoki ulardan faxrlanadi, ular bilan bir so'rinda bo'lganligini ko'z-ko'z qiladi. Uchinchi, o'zini va o'z qavmini kamsitadi, o'zi va o'z qavmiga ishonchisi kam bo'ladi. To'rtinchi, har doim boshqalarning o'zini ko'zga ilmasligidan andish qiladi. Beshinchi, zulm qilguvchilarga minnatdorlik bildirdi, ularga cho'qinadi. Oltinchi, duch kelgan fojianing sababini o'zi yoki o'z qavmining nacharligidan deb biladi. İnsanlarning ideyasi va ruhiy ta'sir ko'rsatish usullari. Menga yuyish, psixikalik monopollik, qoyil qilish. Menga yuyish va uning usullari. Menga yuyish deganda har xil yumshoq va qattiq usullarni qo'llanish orqali insonlarning ideyasi, e'tiqodi va qimmat qarashini o'zgartib, ularni umid qilgan yo'nalishga boshlash va ularni kontrol qilish ko'zda tutiladi. Menga yuyishda tövendeki usullar qo'llaniladi. Birinchi, tashviqot orqali menga yuyish obyektiga ma'lum ideologiya, ma'lum tuzilma va ma'lum sistemaning eng afzal, eng to'g'ri va eng o'ziga foydali ekanligiga ishontirish orqali menga yuyish. Ikkinchi, menga yuyish obyektiga bevosita chekilmay, boshqalarni jazolash orqali ularning oldiga qo'yilgan tanlashni qabul qilmasa, oqibatning boshqalarga o'xshash bo'ladiganligini his qildirish orqali menga yuyish. Uchinchi, menga yuyish obyektini majburlash, zo'rlash yoki ularni qayta tarbiyalash markazi, jazo lageri va turmalarga solab, tahdid selish va qiynash orqali ularga gunohkorlik his qildirib, bo'ysunishning birdan-bir chiqish yo'li ekanligini tunib yetkazish orqali menga yuyish. Menga yuyishning oqibati. Menga yuyish insonlarning ruhiga ta'sir ko'rsatib, ularning ideyasi va kimligini o'zgartirishda eng unumli usullarning biri bo'lib, uning oqibati insonlarni ruhiy qulluqqa ilib bordi. Menga yuyilishga duch kelgan insonlarning hammasining mengasi yuyilishi notayin, ammo mengasi yuyilgan insonlarda tövendikidek oqibatlar kelib chiqishi va bir umr davom qilishi mumkin. Birinchi, mustaqil tafakkur qilish iqtidori tuvanlishi, hatto yo'qolib ketishi mumkin. Ikkinchi, yangi keraksiz fikr va ideyalarni qabul qilishi mumkin. Uchinchi, pozitsiyasi, ko'z qarashi, qimmat qarashi va e'tiqodi, hatto kimligi butunlay o'zgarib ketishi mumkin.
4-nji, ro'yi qulluqqa giribdor bo'lishi va qayta asliga kelolmasligi mumkin. 5-nji, zaxmidan keyingi tashvishlanish kasaliga giribdor bo'lishi mumkin. 6-nji, tushkunlashishi va o'zini o'ltirib olishi mumkin.